Nega Singapur bolalari matematika bo'yicha dunyoda doim birinchi o'rinda? Kelinglar, shuning 7 ta asosiy sababini tahlil qilamiz. Birinchi sababi Singapurda ishlab chiqilgan Singapur matematika modeli. Bu model yodlashdan oldin tushunishga, formuladan oldin mantiqiy fikrlashga, misoldan oldin esa tasavvur qilishga urg'u beradi. Shu sabab hozirda AQSh, Yevropa va Osiyo davlatlarida Singapur metodikasi joriy etilgan. Ikkinchi sababi ota-onalar bolani 4-5 yoshdan matematika kursiga olib boradi. Ular shunday fikrlaydi: matematika bu fan emas, aksincha bu fikrlash tili. Shu sababdan bolalar erta yoshdan matematika, mental arifmetika hamda mantiqiy o'yinlar bilan shug'ullanadi. 7 yoshdan kech boshlangan ta'lim kechikkan hisoblanadi. Uchinchi sababi Singapurda har bir mahallada kamida 5-10 ta matematika markazlari mavjud. Matematika markazlari maktabga yordamchi emas, aksincha maktabdan ham muhim deb qaraladi. To'rtinchi sababi uy vazifasidan ko'ra ekstra trening muhimroq. Ya'ni ota-onalar maktab uy vazifasini yetarli emas deb hisoblaydi va haftasiga kamida 2-3 marotaba pullik matematika kurslariga olib borishadi. Pul sarflashdan qo'rqishmaydi, chunki bugun matematika ertaga boylik hisoblanadi. 5-sababi Singapur bolalari PISA reytingida doim birinchi o'rinda. Singapur o'quvchilari matematika, tabiiy fanlar hamda o'qish savodxonligi bo'yicha dunyoda doim top 1 yoki top 3 bo'lib kelishmoqda. Buning asosiy sababi maktab, qo'shimcha majburiy kurslar hamda ota-onaning yuqori e'tibori natijasidir. 6-sababi xato bu ayb emas, balki o'sish belgisi. Singapurda bolani xato qilganligi uchun urishmaydi. Aksincha, xato qilding, demak o'rganyapsan deyiladi. Bu psixologiya bolaning matematikadan qo'rqmaslikka, erkin fikrlashga hamda tez o'sishiga olib keladi. 7-sababi Singapur ota-onasi uchun matematika bu kelajak kafolati. Ular shifokor bo'lsin, injener bo'lsin, IT mutaxassisi bo'lsin, barchasining ildizi matematika deb bilishadi. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, Singapur tajribasi shuni ko'rsatadiki, erta boshlash, kuchli metod hamda ota-onaning ishonchi super natija olib keladi. Pedagoglar uchun super matematika kursimizda ham Singapur metodikasi batafsil o'rgatiladi. Yangi ochilgan guruhimiz uchun qabul yopilmoqda. Atigi 4 ta joy qoldi. Hoziroq ro'yxatga o'ting va super matematika bo'yicha o'z kursingizni oching.